Menga cheksiz energiya beradigan narsa bu insonlarning hayratlanishi. Ba'zida kuchli, ba'zida nol emotsiya qabul qilaman. Fokus bu qobiliyat va shu qobiliyatimni butun dunyoga ko'rsatish maqsadida yo'lga chiqdim. Bizda birinchi manzil Xonlar yurti Qo'qon. Ismingiz nima? Olimjon. Shefim komandasi. WhatsApp hammaga mazgili. Sizlar Gambit YouTube akkauntasizlar. Biz vodiyga sayohatimizni birinchi bo'lib Qo'qondan boshlaymiz. Undan keyin Namangan, keyin Andijon. Xonlar yurti. Kiraverishi hamma bilsa kerak Qo'qonliklar. Prevyuni ko'rgan bo'lsanglar, agar odamlarning hayrati, tabiati, chiroyliligini videoni davomida to'liq ko'raverasizlar. Intriga ushlab qo'ydik biz sizlar uchun. Tak что bo'ldi, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bundan keyingi videolarimiz Namangan hamda Andijon haqida bo'ladi. Undan keyin yana qaysi viloyatga borsak bo'ladi, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Ungacha like spatishga, podpiskaga kalla qo'yasizlar. Baxtli bo'lib ketaman. WhatsApp. Fine. Уже boshlandi. Poyez. Bratan, poyez. Qani poyez? Nima o'tib ketdi hozir? Prikey, men faqat ovozini eshitdim-da, ko'rmoqchi edim, o'zi qarovman yo'q. No, okey. Men qornim ochdi, soat 10 bo'lgan hozir, 10 da kirib keldik. Otel topamiz, ovqatlanamiz, ertasiga mana taginalik. Assalomu alaykum, O'zbekiston. Yaqinlarim, jigarlarim. No, garoji bolalar. Kechqurunimizda gastinitsa izladik, qidirdik va topdik. Конечно, tanishlar yordam beradi. Kim yordam beradi? Keyin bitta uyda qoldik. Hozir content varit qilishni boshlaymiz. Qaram. Ucholovni ko'rasizlar? Ucholovni mazgili. Ke. Salom. Bo'laversin. Qanaysan? Yaxshimisan? Yaxshi. Gapirasan-ku? Nimaga gapiraman? O'zing haqingda ikki og'iz. Chos. Men otim Akbarjon. Men yoshim 11da. Men 29-maktabda o'qiyman, 5-sinf o'quvchisiman. Молодец. Nechinchi yil bo'lsa, 11 bo'lsang? 2014. 2014 yilda yozib qo'ydik ekan. Kelib hozir ovqatlanamiz, keyin bog'ga borib, Xudoyorxon maqbarasiga borib, ichkarida ozgina sizlarga ko'rsataman, и потом Fox будем показывать там. Sen qochib yuribsan mendan. Men qochib yuribman. Men senga kop olib beraman. Asali men ukam hazillashyapman, asali. Reaksiyasini ko'rding? Nima otdi? Yedi. Manimcha shu maktab boshlangan bo'lganda urush bo'lardi-yu. Kelgan viloyatlarimni mashhur insonlari va blogerlari bilan ko'rishib, networking qilib ketmasam bo'lmaydi. Kollaboratsiya, движение. Endi Qo'qonga kelgandan keyin blogerlari bilan ham ko'rishib ketmasa bo'lmaydi. Ana endi birinchi bo'lib Qo'qon gigant blogerlari. O'zi kichkina bo'lsa ham, lekin gigant-da. Nima gigant? Bilmadim. Hozir bildim. Hozir. Shefim komandasi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar charchamayapsizlarmi? Content qilamiz hali sizlar bilan. Qanaqa qilib bu mana uylarni ko'rgan bo'lsanglar, mana mashlarda hamma videolarni olasizlar. To'g'risini aytaman, odam kam bo'ldi. Networking kam. Как blogerlar bilan gaplashish, kollaboratsiya. Qattan motivatsiya yoki shuncha mana shunaqa joydan video olib ko'tarilish. Yoshligimdan olib yurganman, endi keyin motivatsiya reklamadanda, to'g'rimi? Pullanda, kimdir pul bersa, shu o'rningizdan turib olgingiz kelaveradi videolar. Yoshlikdan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Keyin bu yerda raqobat kamda, shuning uchun. Raqobat kam, do'konlar ko'p. Hamma kimgadir beradi-ku. Shu tirikchilik bo'lib tursa, motivatsiya bo'laveradi. Va yana reklama qilib eplab yuribmiz. Bu meni katta bo'lgan, tug'ilib o'sgan joyim, bu mahalla. Bu bexijolatlik uchun o'zimizni uy uchun mana shu yerda bitiramiz ko'p ishlarimizni. Hamma videolar shu yerda olinadi. Ha. Ko'chada kamdan kam olamiz, hali uchrashuvlar, bular, unaqa ideya kamdan kam qilinadi. Qo'shni, bir nimalar. Bu biroz hovlida bitadi hamma videolar. Men sizni videolaringizni ko'p ko'rganman. Rahmat. Mana. Kelib aytadi, nima deydi? Men sizni ko'rganman aka, meni taniysiz deb o'ylamadim. Har rostanda videolarni ko'rardim, taniylar deb o'ylamadim. Qarasam taniydilar. Tashqari bu bala tashqariga kam chiqqanda, hali o'zini bilmaydi qanchalik mashhurligini menimcha. Men tushunaman. Bir ikki chiqqanmiz, ikkita joyga ish bilan hali bunday yurib nima qilmaganmiz-da.
Ana endi bilib olasiz, jigar. Fokus ko'rsataymi? Ha, fokus. Ha, bitta chiroyli joyga boramiz, o'tiramiz, fokus ko'rsataman, okey? Bo'ldi, xo'p. Ha. Ketdik. Ziyonimga vasmi endi. Sizni ziyoningizga fokus ko'rsatamiz. Bilimmi ayolingni? O'sha ko'paytirib berish. 6000. 6000 so'mmi? Dollardami? Yo'q, Hali endi aytdimi 22 ming puli bor xolos o'zi. Bunga savol 6 ming qoldi. 18 ming. 18 ming. Mayli, lekin shedrinlik qilding. Shedrinlik qilding. Shedrinlik qilding. Ha, 18 ming puli bor ekan, akaga bitta gref qildi. Malades. Rahmat, rahmat. Bo'ldi, bu oxirgisi edi endi. aha, birinchi va oxirgisi. Yo'q, unaqa bo'lmas. Samimiy bo'laman degan. Aka shedrik bo'laman degan. Uni 6 mingni ham ishlataylik, sen chiqar oldim. Olmasin. Ketdik, chiqib ishlatamiz. Xo'p, ketdi. Qo'qondagi eng diqqatga sazovor va tarixiy joylardan bittasi Xudoyorxon maqbarasi. Bu joy turistlar va mahalliy aholilar bilan to'la. Men uchun fokus ko'rsish uchun juda qulay. Qarang, kartani listat qilaman, stop deysiz, xo'p? Boshladik. Stop. Oling kartani, ko'ring, eslab qoling, menga ko'rsatmang. Bo'ldimi? Qo'ying kartani. Qarang, kartangiz turibdi, to'g'rimi? Просто yopaman. Kartangiz tepada. Qarang, bu kartada shunaqa narsa bor. Kartani olib turib tagiga qo'yaman-da. Bitta bosadigan bo'lsam, kartangiz yana tepada. Ayo, to'xtang. Nimadir ketdi. No, xatoni to'g'rilasa bo'ladi. Kartani olib turaman. Screen qo'raman, bu yerda kartangizga aylanadi. Qarang, kartani ko'ryapsizmi? Kartani ikkinchi darajaga qo'yaman, ikkinchi tarafga. Bitta bossam, kartangiz yana tepada. Qarang. Ko'ring kartan. Reset qilaman, просто stop deb bering. Stop. Shotdan, xolis o'tqizaman. Yo'q, stop. Kartalar hammasi har xilmidi? Hammasi har xilmidi kartani? Hammasi har xil. Qarang, kartangizni qo'yaman. Yana bitta stop deb berasiz. Stop. Qarang, yana bitta stop deng. Stop. Yo'q edi. To'xtang, bu yerda nechta 8 qarg'a bor deb o'ylaysiz? O'zi bitta bo'ladi kolada, to'g'rimi? Hozir hammasi o'xshaydi. Qarang, bitta shilchoq qilaman. To'ppa-to'g'ri topdingiz. Bu yerda Yo'q, kolada 8 qarg'a. No, qarang, просто gipnoz degan narsa bor, ko'zga ko'rinish. Qarang, просто skronch qilaman, и bu yerda Ha, shunday edi karta. hamma karta har xil edi. Просто ko'zga ko'rinadi. Qanday qildingiz buni hozir? Sanki bar karta sizga qo'yishmaydi. Adasha, brat. Rahmat. Ko'ramiz. Qo'yilgan. Yoqdimi? Asosiysi shu. Ayo. Yo, aka qo'ying, men. Ne unaqasilar, aka. Qarshi shunday endi. Okey. Rahmat akalar. Yaxshilar. Qarang, psixologik fokus ko'rsataman. Xayolingizda rasmli kartalardan bittasini o'ylang. Valet, dama, korol, любойni. Ha, bir dona. Bir donasini o'ylang. O'yladingizmi? Mani ko'zimga qarang. Bo'ldi. Qarang, men siz tanlagan kartani bildim уже и ekranga bekitib qo'ydim. Meni aldamasligingiz uchun qaysi kartani o'yladingiz? Karolchi. Korol chillim. O'zingiz xohlab o'yladingiz, to'g'rimi? Men majburlamadim. O'zingiz variantingiz, to'g'rimi? Qarang. Ekranni просто o'zingiz bundoq qilib o'chiring. Bundoq qilib. И bu yerda men korol chillim. Mana qilib bo'ldi mana. Nega ishlamay qolyapti? Fikrni o'qidim. Hozir yana o'zgartirsam yana bo'laveradi-da endi. Bo'laveradi. U Siz o'qib bo'lgansiz-da fikrimni. Qarang, mana sizga yana bitta variantda. Korol, valet, dama. Xohlagan bittasini tanlang. Karol, valet, dama bittasini. Bo'ldi ular. Ayting. Dama qish. Dama. Yo'q, gulini qo'yib turing, dama. Ha, dama. Endi qarang, gullar bor sizda. Qarg'a, olma, chillim, g'ish. Olma. Olma. Qo'shsa nima bo'pti? Dama, Dama olma. olma. Bu ham o'zingiz variantingiz, to'g'rimi? Qarang, mana kashulogim ichida bitta narsa bor. Bu dama olma. Buni sen ochib tushdi. Bu ham o'zingiz variantingiz, to'g'rimi? O'zimniki. Aka o'ylagan ekan. Gap yo'q. Cho'tam, yo'qotdimi? Ha. Maza qildi. Voy, gap. Korona gaplaring bormi o'zingni? Motivatsiya bering. Motivatsiya ber qani bitta. Bugungisida ertaga qo'ymaylar.
indinga qo'yinglar. Shunda 2 kun maza qilib dam olasizlar. Indinga olamiz, videoni bo'ladimi? Ha, yo'q. Ha. Ay, shirinlik. Tishlagimga otib tegdirmayapti-da. Yuzimga tegmis deydi. Dam olmay yomon maza qildim, dam olmagan. Dam olmay yoqdimi? Ha, mana shu men unga maza qildim, haqiqiy miyani hali o'ylantirib qo'ygan. Bo'lmaydigan narsangiz baribir o'sha narsa kelib chiqdi. No, qarang, mana bunaqa narsa bor-da. Fokuslarning sekretini topsa bo'ladi. Lekin psixologik fokuslarning sekretini topa olmaysiz. Chunki bu odam endi aytib o'tishdi o'zlari. Nima deyishdi? Odamni unaqasini tortib turib, gipnoz qilib turib chiqarib olamiz deyishdi. Biz o'sha narsani o'tkazib yubordik hozir. bu boya aytib qo'ydim o'zi, sekretini ochib qo'ydim. Ha, menga qila olmaysiz, menga o'xshata olmaysiz deb turgan odam. Meni gipnoz qila olasizmi? Gipnoz. Keyin afsuslanmaysizmi? Nimaga? Keyin undan keyingi bo'ladigan narsalarga? Yo'q. Точно? Bo'ldi, mana video guvoh. Nimadir bo'lib qolsa, menga indamaysiz keyin, xo'p? Akkauntingiz o'chib ketadi. Bo'ladimi? Akkauntim nimaga o'chib ketadi? Gipnozni ta'siri shu, akkauntingizni o'chirib yuboradi. Bo'lmaydi-ku. Bo'lmaydimi? Yo'q. Bo'ldi, demak kelisha olmadik. Ay, mana shepam. Ta'sir qilishini bildi. O'sha o'tkazib bo'ldi. O'sha gumoni bor o'sha. O'sha o'tkazib bo'ldi, gipnoz. Ko'ringchi aka. Yo'q, ana odamlarni qilasiz, unda uxlatib qo'yasiz. Sonda esidan chiqarib targ'izib qo'yasiz. O'shana. Necha yoshsiz? 14. Hali kichkinasiz. Keyin miyangizda kamchilik bo'lib qolsa, kelajagingizda keyin rullaringizni o'ynab bera olmay qolasiz. Pul topa olmay qolasiz. Qarang, hozir turgan joyida 100 ming topchi bo'ladi. Undan eng zo'r o'zingizga yoqqan fokusingiz bo'ladi-da. O'shani taqib beringchi. No, давайте o'zimni avtorskiy fokusim bor. O'shani ko'rsataman. Sizlar ko'rmagansizlar u narsani. O'shani bitta ko'rib Bo'ldi, mana shu balani ko'zini oldida taqib beringchi. Qani, bir hayron qolib maza qilsangiz, rosa kuzatadi-da sizni. Bo'ldi, okey. Qo'qonda Xudoyorxon maqbarasida o'tiribsiz, Koreyadanman deyapsiz. O'zbekcha gapiryapsiz. Qanaqa logikaga to'g'ri kelmaydi? Gapirdim-ku men sizga o'zbekcha. Shu qayerdan o'rgangansiz bu o'zbekcha gapirish? Qayerdan? Ko'chada? Ko'chada? Ha. Yana hazil ham qilishni bilar ekanlar. Yo'q, hozir emas, men ko'chada bozorda endi o'rganganman. Bozorda. O'qimagansiz hech qayerda. O'qiganim shu nimada u kitob orqali. Kitob orqali. Tushunasizlar? Koreya tili qiyin til o'rganish. Yo'q, oson. Osonmi? Oson. No, aka o'zbekchani yodlab olib, Qo'qon maqbarasida soqqa qilib yuribdilar. Qo'qon maqbarasi emas, u O'rda. O'rda-da? Ha, O'rda. Pul topmoqchimi bu yerda? Yo'q, pul topmayman, topolmayman-ku. O'zbeklar topayapti-ku Koreyada. Nima, qayerdan pul topasiz? Menmi? Ha. Koreyadan mana nima qilib, vaqtinchalik ish qilib, endi undan keyin shu yerga sarflaman. Koreyada ishlab topib, bu yerda sarflaydiganlar. Ha, shunaqa. Gap yo'q lekin. Ismingiz nima? Ismim Olimjon. Olimjon aka. Olim ekanmi? Olim aka. Shkafdan chiqib kelmaysizmi? Taniydilar, hamma o'zbeklar meni taniydilar. Kola yo'qmi kola? Kola? Kola. Kola endi makroda bor kola. Hamma olim akalarning kolasi bo'ladi-da qo'lida. Ha, shunaqami? Ha? Shunaqa, rahmat. Gap yo'q. Bo'ptimi? Like bosing. Mazgiylar podpiska tashab qo'yishing 100 mingta bo'lamiz, xo'pmi? 100 ming ko'p. Ha, 100 ming ko'p. Ha, 100 ming ko'p. 100 ming ko'p ekan. 1000. Ha, 1000? 100. Ha, shu 100 ming 1000 de, Moskvanda. 100,000? Da, shunaqa. 100,000 de ko'p-ku. Da, ko'p. Ha, de pulli bo'ladi-da. Like bosing deb qo'ying, 200 mingta bo'lamiz. Da. Ha, xudo xohlasa. Like bosadi. Xudo xolasa bosasizlar. Musulmonmisiz? Yo'q, endi prosta gap-ku o'sha. Oborvas. Rahmat. Olim aka, Salomat bo'ling. rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. G'idish. Zoda qildim. G'idish. Yaxshimisiz? Rahmat. Xohlagan kartangizni oling. Musoxonga. Menga ko'rsatmang. Voy, tepadan boshladilar. Menga ko'rsatmang, o'zingiz ko'ring. Aytmang, bo'ldi, eslab qoling. Okey. Qarang, kolodani bo'laman, qo'ying kartani. Aha, yopaman. Kartangiz tepada desam ishonasizmi? Yak sizni kartangiz tepaga sakrab chiqish yaxshi ko'radigan karta. To'rg'ish, qarang. To'rg'ishni olman. Hop. Kartani tagiga tiqyapman, ko'ryapti? Aha. Kartangiz yana tepada. Nechta bo'ladi bunaqa kartadan? Kolodani ichida. Bitta bo'ladi, to'g'rimi? Qarang. To'rg'ish, karta o'ynab turasizmi? To'rg'ishni olman. Kolodani tagiga tiqyapman, ko'ryapti? Kartangiz yana tepada. Yana shu chiqdi. Hozir Qarang, siz nimanidir tez deb qolamiz. o'tkazib yuborasiz o'sha kartani.
kolodani ikkiga bo'laman. Kartada e'tiboringizni uzmang. Yashirib qo'yaymi? Yo'q, yashirib qo'ymang. Qo'ying kartani. Kartangizga vнимательно qarab turing. Oldinroq chiqarib beraman. Чтоб sizga ko'rinib turishi uchun to'rg'ish. Ha. Kirg'izyapman. Qarang. Stopni bering. Stop. O'zingiz tarib oling orasiga. Orasiga ketsin. Bo'ldi, yopib qo'yaman. Endi qarang, sizning kartangiz yana tepada. Yebak. Tepada. Ha, tepada. Tepada. Nimani? Ha, bumi? Qaramapa. Bo'lmapti. Kallam ishlamay qoldi. Qaramapti. Qachon chiqib ketdi karta? Hozir chiqib ketdi-da, ko'rib hayron qoldim. Kamera olib turib ko'rmadim. Qo'lga qoppa. Menga bu yordam berdi. Nimaga? Bu g'irramchilik qilyapti. Yordam bermash kerak. Bo'ldi, o'zi sizlar bilan emas, men bilan ishlayapti. Yo, siz bilan ishlashim kerak. Ha, men bilan ishlayapti. Siz bildirib qo'yasiz. Boshqa joyga qistirib qo'yib kartani. Boshqa tavlan. Ну как вам, yoqdimi? Yoqdi. Unda like bosinglar deb qo'ying. Like bosinglar, kommentariy yozinglar. G'idish. O'zingizni chiroyli. G'idish. Qarang jigar, biza qornimiz to'q. Biza ikkita shashlik yedik. Choy ichib qo'shilib beramiz. U ikkita shashlik qachongacha turadi? Bilmayman, nimaga ko'p ovqat yeysizlar sizlar? Как baquvvat yeysizlar. Ha, shunaqa. Ko'p yeymiz, aka. Men ko'p semirib ketyapman. Mana shu nimadan? Ko'p ovqat yeyishdan-da. Albatta. Mana yana bitta rezultat. Qo'qonda insonlar juda ham mehribon va mehmondo'st. Ko'rishligi bilan sirazi choyga taklif qilishdi va biz blogerlar bilan ovqatlanib, fikr almashib, networking qilib oldik. Har doim kelgan joylarimni, informatsiyalarni, qiziq-qizuvlarni mahalliy aholilardan so'rayapman. Hozir Qo'qonga kelgan bo'lsam, Xudoyorxon maqbarasi haqida faktlarni yig'ib chiqdim odamlarning orasidan. Aytishyaptiki, mana bu o'tirgan joyimiz orqada ko'rib turgan maqbaralarning g'ishtlarini orasida Xudoyorxonning tillalari bilan birga g'ishtlar terilgan bo'lishi mumkin deyapti. Chunki Xudoyorxon shunchalik boy inson bo'lganki, boyligini qayerga yashirishni bilmasdan, mana shu maqbarani qurib, ko'rib turgan har bitta g'ishtlarning orasiga tillalarini bekitgan bo'lishi mumkin deb aytishdi. Va undan tashqari yana bitta qiziq fakt, mana shu maqbaraning tagida yashirin tunnellar bor. Bu tunnelni Afg'oniston yana qarangdir davlatlarga olib boradigan yashirin tunnel. Uni faqat Xudoyorxonning o'zi bilgan va u yer osti tunnellaridan ekstremniy vaziyatlarda foydalangan. Nimadir bo'lib qolsa, tunnelga tushib, haqqadir ketting najm qilish uchun, chiqib ketish uchun foydalangan ekan. Uchinchi eng qiziq fakt, buni menimcha hech kim bilmas edi. Ichkariga kirib bilib chiqdim men, videoga olish mumkin emas deyshti. Eshitinglar. Xudoyorxonning 4-avlodi Sevara Nazarxon. Tushunasizlarmi? Xudoyorxon bolasi Sevara Nazarxon. Xudoyorxon 1829-yilda yashab o'tgan odam ekan. Shu 1829-yil orasida Chachibitidan so'raganda aytib berdi. Shunaqa boy, badavlat, hamma taniydigan odamni 4-avlodi Sevara Nazarxon. Men vaqti kutmagan edim bu narsani. Sevara opa, escho video ko'rayotgan bo'lsangiz, shuncha pulni qayerga qo'ygansizlar? Rostdan ham hozir aytgan faktlarim to'g'rimi? Ma'lumotlarni sizdan bilsa yaxshi bo'lardi. Так что videoni davomini ko'ringlar. Pagnali. Mahallalarning ichini aylanib yurganimda men bizdan ham ko'rib qoldim. Menga nima gap? Yema. Qarchi mahalliy aholining aytishi bo'yicha 100 yil bo'pti buzdanaga, nimagadir bizilmayapti bu. Endi ichkariga kiraylik church. Agar Qo'qonliklar bo'lsa, aytinglar, что bu nima bo'lgan? Yema. Mana buni qara. Ichkariga kirsangiz, общий двор bor deyshti. Уже bu yog'i mahalla bo'lib ketgan. Da, mahalla. Lekin Mamyo tarafi qaragan. Ishoninglar, bu yerda kino yoki qarangdir videosi bor-ku. Odamni qo'rqitib bu dunyoga jo'natadigan videolar bo'ladi. 100 yil oldin qurilgan bo'lsa, mana masjidda otaravada yoki mashinalarda o'tib yurishgan. Faraz qilinglar, просто tak mana amtlada kimdirlar turibdi-da. Shu yerda turgan odamlar, shu yerdan o'tayotgan odamlar o'ylashmaganda 100 yildan keyin qaydir sochi bo'yalgan qalang-qasanga bo'lib, bo'tga olib video olib beradi deb. Tushunasizlarmi? Endi bu hayot har balo bo'lishi mumkin. Lekin Samarqandga borganimda Amir Temur qabrining ustida turganman-da, itlarim jimillab ketgan. Aura prям milliard aura-da bor-ku. Bilmayman. Просто tak o'sha yerda qabr ustida turib, itlarim jimillab, muzlab bo'lib qolganman. Так что tepada kimdir yashayapti. Pagnali.
Короче, bolalar, bu Qo'qonni Xudoyorxon madrasasining kechki paytgi ko'rinishi. Videomiz shu joyda tugatyapti. Iloji boricha akkuratni kelib, akkuratni ketishga harakat qilaman. Joyimni aytmasdan hech kimga videoyimni olib chiqib ketaman. Odamlar yig'ganim yo'q, чтобы bardak bo'lib, ko'payib, qanday urush janjallar bo'lmasligi uchun to'g'ri tushunasizlar. Agar ko'risha olmay qolgan bo'lsak, bolalar, sizlarni yaxshi ko'raman. Qo'qon juda ham zo'r kutib oldinglar. Kutib olganlarga, rasmga tushganlarga, yo'lda ko'rib qolib, hurmat qilib, choyga taklif qilganlarga alohida kattakon rahmat. Videoga like bosib qo'yinglar, kommentariyada ko'rishdik deb yozib qo'ysanglar, men like bosib qo'yaman sizlarga. Bolalar, Qo'qondagi kunimiz tugadi shu bilan. Qaysi viloyatga borganimiz yaxshi? Shuni ham yozib qo'yinglar kommentariyga. Keyingi chiqadigan videolar Namangan hamda Andijon haqida bo'ladi. Так что sizlarga kattakon rahmat, Qo'qon. Pognali.